Yangi yo'lda kechadan beri svet yo'q. Endi bu bizning aybimiz emas. Kecha ko'rdinglar, hamma yo'lda shamol, bulut, chaqmoq chaqqan, daraxt yiqilgan, zo'ntiklar uchib ketgan, devor qulagan, suv toshgangacha, qarorchi problema. O'zi kechani o'zida tayinli svet bo'lmaganda, bugun ikkinchi kun, bugun mana kecha soat 12 da o'chgan bo'lsa, hali hamon svetimiz yo'q. Generatorlarimiz ham o'chib bo'ldi hammasi, hozir to'g'rilashayotgani. Kecha kechqurun qilgan zagotovkalarimiz o'sha ertasi kunga hammasi ko'pi aynib qolgan, tashlab olib, bugungi kunga yangi svej zagotovkalarni qilib, ishlarimizni boshlab oldik. Bugungi kunga ozgina ovqatlarimizda uzilish bo'lishi mumkin, chunki hammasiga ushbet qilmadik. Ko'p ovqatimizga to'pgan aloqasi bor. Shu to'g'ri shu narsa degan umidamiz. Bizda qo'ldan kelgancha hamma sharoitlarni qilib qo'yganmiz. Konditsionerlar salqin bo'ladi. Lekin bugungi kunga agar svet kelmasa, sal issiq bo'ladi. To'g'ri shu narsa bizlar ham o'ylagan holda, xudo xolisa, bizning manzilimizni hamma zo'raveradi. Yangi yo'lda, yangi yo'llarda like bosib yuboringlar. Hamma bilsin, his qilsin bizning manzilimizni. Tak что kelaverasiz, ish vaqtimiz shu har doimgidek 7 dan 22:00 gacha like bosishdan chiqmasin.